Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Men Abdusalim Zayniddin va bugundan boshlab sizlar bilan juda zo'r va qiziqarli kontentlarni boshlaymiz. Qisqacha aytsam, men Farg'ona viloyati Toshloq tumani Qo'qonlik mahallasida tug'ilganman. Yoshim 20 da. Hozirda Qo'qon universitetida o'qiyman, xorij tili yo'nalishida. Hozir ko'rib turganingiz talabalar turar joyi, ya'ni yotoqxonamiz. Ingliz tili va mobilografiya bilan shug'ullanaman. Yangi kontentlarni yaratish, yangi narsalar o'rganishni xohlayman va bu narsalarni boshqalarga ham ulashishni yaxshi ko'raman. Ingliz tili va mobilografiya haqida foydali videolar, hayotiy vloglar, tajribalar, motivatsion videolar topasiz. Xo'p, hozirda Instagramda faolroqman. Nimagaki Instagram yaxshiroq hozir odam o'zini rivojlantirish, o'zini shaxsiy brendini qurish uchun YouTube sohasiga endi birinchi marta kirishim. Bu men birinchi videoyim, birinchi olishim. Juda hayajon bo'lyapti nimagadir o'zimda. Gapirib chiqib olish qiyin ekan, to'g'risi. Har bir inson yangi til o'rganishda, yangi ish boshlashda birovni ilhom berishga muhtoj bo'ladi, birovni motivatsiya berishga muhtoj bo'ladi. Men o'zim ham bu yo'ldan o'tganman. Shu sababli o'rganayotgan narsalarimni sizlarga ham qisqa hayotiy real voqealar asosida shu video roliklar orqali o'rgatmoqchiman. Agar siz ingliz tili, mobilografiya, o'qish, o'sish, o'zini o'zi rivojlantirish, shaxsiy brend rivojlantirish, hayot tarzi, qiziqarli vloglarni yoqtirsangiz, siz to'g'ri yo'ldasiz. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Hali foydali videolar oldinda. Bugungi kirish video shulardan iborat edi. Eng katta videomiz hali oldinda. Kelinglar izohga hamma o'zini tanishtirib ketsin, kim qayerdan kuzatmoqda. Sizlar bilan Abdusalim Zayniddin. Hammaga omad, tez orada ko'rishamiz.